Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana men Jo'xa. Men sizlar bilan bugun dachaga boraman. Albatta dacha pulchi men kecha to'lab qo'yaman. Bugun sizlar bilan dachaga boramiz. Ovqatlarimizni olamiz. Qornim sal och. Mazza. Kechyotti. Tez bosh kerak. Bo'lmasam tamom. Do'stlarim chaqirsammikan deyman. Ular hozir lekin shaharda. Agar mana shuni davom chiqsin, ya'ni 2-chi, 3-chi, 4-chi qismlar chiqsin desangiz, tez obuna bo'linglar. Wow. Bu yerga yangi dacha qurildi. 1 oy bo'ldi. Bugun aniqlab kelyapti. Wow. Bu yerlar vashli zo'r, gullar bor. Aytganda bu yerda isitish suvlari ham bor deganda mana aytganday. Mana bu yerda suvni olasiz dog'ini cho'ngsangiz ham bo'ladi. Mana yerda batutlari bor ekan. Ana. Yo'q, mazza. Bu yerda gullari bor ekan, yo'llar va daraxtlari. Chiroyli. Mana yerda uni bo'lish kerak. Ertaga ko'rsataman, lekin hozir boshqa yo'qmi keladi. Qaysi yerda o'qisam, mana shu yerda o'qiyveraman. Tong otdi. Afsus, men hozirda chiqim kelyapti, lekin sizlarga bu narsani ko'rsata olmayman. Shuning uchun to'xtatib turamiz. Mana bo'ldi, endi dush qabul qilib olamiz. Mazza. O'chirib qo'yamiz. Yaxshi ishlangan bo'ladi. Qornim ochmaguncha, shuning uchun ovqatlarni bu yerga qo'yish mumkinmikan? Xudo. Bu yerda plitalar, bu yerda kattakon televizor va shkaflar. Bu yerda nimaligi hamma bilsa kerak. Kiyimlar va qilich. Bu yerda menimcha bu nimadir? Aytganimdek qilich va kiyimchalar. Bitta sayr qilib kelaman. Qishlog'imizda uncha uzoq emas, shuning uchun. Ana nima desalaring, bu yerda bo'lmish uxlaydi. Shuning uchun. Tak. Aylanib yuraveramiz. Mazza. Mazza. Bu meni opam bo'ladi, gapirgan. Endi men orqaga qaytaman, mazza qilib aylandim va qornim ham vashli ochib ketdi. Jigara olmay qoldim och qolganimdan. Deydi lekin. Chiqachiga tushib ketay dedim. Va shu chiqadim. Ketib. Hadi chiqib oldim. Shu chiqadim. Qornim och meni. Qornim och. Yurolmayapman. O'tirgim kelyapti. Va shu televizor ko'rib. Bitta xona bor edi. Eslaringda bo'lsa, ana shu yerga ham kirib ko'ramiz. Voy, qornim ochib ketdi. Vashshi. Hozir kiraman.
Esmeh. Oh, ovqatlarim. Mana u yerda ovqatlar bor. Sho'rva ichsamikin deb ko'rishgan bilan. Va mana sho'rva. Ah. Oh, mazza. Tak, kiyimlarimizni mana shu yerlarga yechib qo'yamiz. Bilasizlar, bizlar yangi video olgandik. Ibrohim Chizarishdan 25 mingta like so'ragandik. Sizlar bittasini ham yo'qolmabsizlar. Tezroq 25 mingta bo'lsa, mo'yna serialimizda ikkinchi qismi ham chiqadi. Tez. Kompyuter xona ekan, mana bu yerda cho'qamiz. O'ynaymiz kompyuter. Aha, Maza o'ynab bo'ldim. Zerikib ketdim. Shuning uchun men mana shu yerda nima qilishni bilmay o'tiribman. Batutda sakrashimiz ham mumkin. Sakraymiz. Batutda u yoq deb. Men buni atiga 10 kunga oldim. Sizlar bilan 10 kun mana shu yerda qolamiz. Boshqa pulim yetmadi. Atiga bir staka bazirga oldim. Voy, vahshiy zo'r. Bu agar mana shu kanalga o'tmoqchi bo'lsangiz, Ibrohim Minecraftga kiring. Va mana shunaqa uylar qurib videoga olsangiz, Ibrohim sizlarga albatta eng zo'r Minecraft unvonini beradi. Men zerikib ketdim. Aylanib ham keldim. Telefonimni zaryadga qo'yib ketsam deb aytaman. Esim qursin, zaryadkani qoldirib ketdim uyda. Endi nima qilamiz? Telefonimda bitta ilova bor. Unda bir klon degan anonsi bor ekan. Shuni chaqirib ko'rsakmikan? Nima deysizlar? Lekin ana shu klonni chaqirsammikan yo'qmikan deb o'ylayapman. Sizlarga qiziq bo'lardi. Mayli, keyinroq chaqirib ko'ramiz. Ungacha men videoni mana shu yerda to'xtatib turaman deyman. Vashi charchaganman. Va men uyga borib kelishim kerak. Ketdik. Mana keldim uyga. Qancha yo'li bor. Tak, uyga kirsam. Ichki va bu yerda olma va ishton turibdi. Absurd. Menga kerak. Endi qizim, men yashim joyim bor, lekin uni sizlarga ko'rsata olmayman. Agar mana shu 25 ta like yo'qsa, men sizlarga yashil joyimni ko'rsataman. Hozir polizm ishlashim kerak. Hech qaysi o'smagan. Hosil yaxshi bo'lmayapti.
25 ta like yig'inglar va men yashirin joyimni sizlarga ko'rsataman. Men hozir tarix bilan Toshkentga kelishim kerak. Bu narsani bilasizlar, zerikarli, shuning uchun bu yerda sal mana shuncha tosh va shuncha tosh kelin va uyga qo'yib qornim ochib ketgan. Uyga borib ovqatlayman. Mana shularni qo'ymadim. Uyga borishim kerak. Men mana shu yerdan bitta kvartira olib bitta odamga qo'ymoqchiman. Bu kvartira deb o'ylamaysizlarmi desam, mana shu kvartira. Mana yerda yotoq, bitta karvat, bitta mana yerda pechka, mana qolib ketyapti, to'g'rimi? Voy, tushib ketaman deb o'yladim. Menda akamga borishim shart. Yo'q! Oyog'imni o'zgarmoqchi bo'ldim. Oyog'im o'sha o'ryapti, voy. Uyga borib dam olishim kerak. Tez boray. Sizlarga bitta gapim. Sizlar tez obuna bo'linglar. Oyoqlarim o'ryapti saqlaganimdan keyin ovqat oltin sabzi olaman. Sizlar bilan men Jo'xa bo'ldim. Ko'rishguncha xayr. Keyingi videolarimizda ko'rishamiz sizlar bilan. Har doim Javohir va sizlar tez obuna bo'linglar. Let's go!